Siz mol o'ldirib qo'ygansiz. U molni pulini esa molga qiziqib, qimmat zotdor mol olaman deb anchagina kredit olib qo'ygandingiz. Molni olib keldingiz, havliga bog'ladingiz. 3 ta olgan molingizga, qimmat zotdor molingizga havlida ekib qo'ygan mol uchun deb ekkan makkayingizdan berdingiz. Molingiz ertalab tursangiz o'lib yotibdi. Siz anchagina pulga tushdingiz. Endi mol boqishga qo'rqyapsiz, to'g'rimi? Bilaman, qo'rqyapsiz. Siz qanday mollardan boshlashingiz kerak? Avval mol boqmagan bo'lsangiz. Siz tanachalardan yo kichik novvoschalardan boshlang. Iloji bo'lsa, olgan molingiz jaydari bo'lsin. Zotli mollarga qaraganda jaydari mollar anchagina issiq, sovuqqa, kasalliklarga kam chalinadi. Boshqa parranda, qo'y, qo'zilar ham xuddi shunaqa. Zotdoridan ko'ra jaydarisi, xashaki, patakisi juda ham chidamli bo'ladi. Siz molni boqishni birinchi boshlayotgan bo'lsangiz, avval umuman mol boqmagan bo'lsangiz, albatta yosh tana va novvoschalardan boshlang. Iloji bo'lsa tanani o'zidan boshlang. Yil ko'paytiraverasiz. Sotmang olganingizda. O'zingizdan orttirdingizmi, tanacha olib qo'ying. Tanachangizni yemlang, kattargandan keyin novvosingizni yemlang, o'rniga yana qo'shing. Hech qachon hech qaysi biznesda siz tajribangiz bo'lmasa, kredit olib boshlamang. Yo bo'lmasa, ota-onangizdan, aka-ukangizdan pul qarz olib boshlamang. Negaki, sizni fikri yodingiz shuni to'lash bo'ladi. Ozgina, bitta, ikkita, 3 tadir, yo bo'lmasa parranda olayapsizmi, qo'y, qo'zi olayapsizmi, o'zingizdan ortgan pulga ong, o'shanda xotirjam qarab foyda ko'rasiz. Qarzga yo kreditga biznes boshlagan hech kimniki unib o'sib ketmagan. Bu eng katta biznesmenlarning maslahati. Men ham ulardan olib sizga aytayapman. Siz fikringizni kommentariyaga yozing.